ketganimda 16 yoshda edim. U paytda abadiy yashayman deb o'ylardim. Rostdan ham yuqoridagi videodagi kabi bu Balvin 16 yoshida Salohiddin Ayyubiyni yengadi. Endi haqli savol tug'ilishi mumkin, nimaga maska taqib olgan deb. Buni o'ziga yarasha tarixi bor. Balvin kichkinalik paytida do'stlari bilan o'ynarkan ikkita qo'lini shisha bilan kesib ko'radi va kesgan paytida hech qanday og'riq sezmaydi, jilmayib turaveradi. Buni ko'rgan ustozi Balvinning oldiga boradida, uni zararsiz bir joydan pichoq bilan kesib ko'radi va og'riq sezdimi yoki sezmaydimi deb kesib ko'radi va bilsa, bu Balvin rostdan ham og'riq sezmaydi va buni tezda podshohga, ya'ni buning otasiga borib, ustozi murojaat qiladi otasiga va aytadiki, farzandingiz og'riq sezmayapti, qanaqadir kasalligi bor menimcha deydi. Lekin ota bo'lsa aytadiki, yo'q, erkak kishi o'zi shunaqa bo'ladi deb qaytaradi. Lekin roppa-rosa 12 yoshiga yetganda Balvin sekin-asta yuzlaridan va badallaridan yara chiqishni boshlaydi va har xil joyi qon oqishi boshlaydi, yuzlaridan qon o'zidan oqishi boshlaydi. Va 13 yoshida bilishadiki, bu haqiqatdan ham muhov kasal bo'lgan ekan va 15 yoshida otasi o'lgach bu zombi holatga kelib qoladi. Ya'ni butun a'zolari sekin-asta oqib tushib, hattoki yuzida burunni faqat suyagigina qoladi xolos. Va natijada hozir ko'rib turganingiz maskani taqishga majbur bo'ladi. Majburlikdan taqadi bu maskani va keng kiyimlar kiyishga majbur bo'ladi. Bu yaralari oqibatda qon oqiverishi oqibatida va 16 yoshida yetgan, 15 yoshida otasi o'lgach Quddusni taxtiga chiqadi, Quddus podshosiga aylanadi va Salohiddin Ayyubiy 1 yildan keyin Quddusga yurish qiladi. Bu 16 yoshli bo'lgan paytida va Quddusni egallashidan oldin birinchi navbatda uning qal'alarini egallab olmoqchi edi Salohiddin va shu sababli 25 ming qo'shinini o'sha qal'alarga tarqatadi va Quddusdan bo'lsa Balvin qo'rqmasdan 5 mingta askari bilan chiqib keladi Salohiddin Ayyubiyga qarshi. Buyuk islom qahramoni Salohiddin Ayyubiyga qarshi 5 ming qo'shin bilan chiqib kelyapti va birma-bir askarlarni yengib Salohiddinni o'zini ham yengadi va Salohiddin umri davomida birinchi mag'lubiyatni qabul qiladi, juda ham alamli mag'lubiyatni va 16 yoshli boladan qabul qilib yuboradi va 305 kishi bilan zo'rg'a qochib qutulib qoladi Salohiddin Ayyubiy va buning davrida to o'lguniga qadar Salohiddin Ayyubiy Quddusni egallolmaydi va bu 24 yoshida vafot topgandan keyin Salohiddin Quddusni bu o'lganidan keyin 1,5 yildan keyin qo'lga kiritadi. Salohiddinga buni o'lganligi to'g'risida yetkazishganda bu biz uchun juda katta xushxabar, lekin dunyo uchun juda ham katta yo'qotish deydi.